Keniga nima sasvotdi? Zebaxon ovqatni kuydirib qo'ydim, oysho'nga yetmas. Nima deb o'ylaysizlar obunachilarim? Oyimga tegmaymi, yozib qoldiringlar. Sarog'ich undan ko'ra oyjonga yetsang bo'lardi. Sizlarni ham keniylar hech qanaqa ish qilmasdan tez charchab qoladimi? Dangizni keniylarga yuborib qo'yinglar. Mana bugun ham keniymi bemaza ovqatlarni yeyishga majbur bo'lamiz. Keniy siqilmay oilada bo'lib turadi-da. Singlim, rahmat. Har doim faqat mani xatolarim videoga olib yurasiz deb o'ylayotganman. Nima deb o'ylaysizlar? Akam keniymi nima bilan urgan? 100 ta like yesa qaytadan oshtiraman. Zebaxon, menga qarang, har doim meni yomonlab chiqib, bir marta yaxshilab chiqing. Bo'ldim. Keling shunaqangi saxiy odamlarki taqib yurgan ziraylarni ham mendan qizg'anmaydilar. Bering. Bering, Instagramga qo'yaveraman. Bering. Sizlarga ham kelinglar, mana shunaqa uxlab yotadimi? Agar Menga qarang, Zebaxon, shu telefoningiz qachondir tutab, batareykasi o'tirib qoladigan vaqtdan bo'ladimi, yo'qmi? yo'q, конечно, bu yangi Honor Tourist Lite-ku. Bundan tashqari AI tugmasi orqali tezkor video vizit qilsa ham bo'ladi. Uzoq muddatli batareyka, tezkor protsessor, uni ustiga AI kamera tugmachasi ham bor. O'shaning uchun men случайный videolarni tez olaman. Zebaxon, kecha siz maqtagan telefondan men ham oldim. 13-marta sovchilarim qaytib ketdi. E'tibor qiling, singlim, hech kim olmaydi deb. Endi qanday qilib buni yerga tegadilar?